Go'zallarim, yaxshimisizlar? Qaranglar, mana navbatdagi yana bitta zakazlarim keldi. Bu yerda 3 ta korobka. Hozir sizlar bilan mana shu korobkalarni raspakovka qilamiz. Birinchi korobkamiz ochamiz. Qaranglar, shunday chiroyli upakovkada keladi. Hech qanaqa sinmasdan yoki yenchilmasdan chiroyli bo'lib zakazlarimiz keladi. Raspakovkalarni hamma davlatlarga qilib beradi. Qaranglar, mana birinchi korobkamizda eng birinchi bizga nakladnoy summalari bilan yozilib keladi. Mana bu yerda eng birinchi aytishim mumkin, mana shunday o'zim yaxshi ko'rgan sovunlar. Bu sovunlar 85 rubldan bizga kelyapti hozir raspadada. Oldingi videomda mana bu sovunni ochib ko'rsatgandim. Hozir sizlarga mana bu sovunni ko'rsataman. Bu qovunli, juda ham aromatli mana shunday sovun. Bu sovundan men mana 5 ta zakaz qilganman. 5 ta qovunlidan va 5 ta malinali sovun zakaz qilganman. Va mana bu men sovuni, murskoy sovun. Bu sovun 200 rublga hozir kelyapti. Va bu yerda geldiliya dushalarimiz kelyapti. Qaranglar, juda ham aromatli. Mana bu lavandali geldiliya dushamiz. Bu juda ham uspokayuющий. Mana bu geldiliya dushamiz atirgulli. Bularning grami 250 mg. Bu где-то 200 rubllarga 189, 190 shunday rubllarga tushadi. 200 rubldan oshmaydi buni bahosi ham. Va bu yerda zufni shotka, bu 150 rubldan hozir bizda kelyapti. Juda ham mягкий. Kimlarda agarda tishlarini qattiq zufni shotkalar og'ritadigan bo'lsa, mana shu zufni shotkasini tavsiya qilaman. Va bu yerda mana bu tush, bu Jardani Gold tushlari. Bu tushlar juda ham zo'r, vodostoyki va eng qimmat keladigan tushlar. Hozirgi katalogda где-то 450 rubldan bizga kelyapti. Mana bu yerda o'zim yaxshi ko'rgan atir. Qaranglar, bu atirni juda ham o'zim yaxshi ko'raman. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman buni. Bu atirning hidi juda ham свежий. Buni o'zimga zakaz qilganman. Atirning hidi yozga juda ham to'g'ri kelgani uchun, yozda juda ham приятный bo'lib turgani uchun mana shu atirni qaranglar, krishkasiga qaranglar, buni juda ham klassniy. Kim morskoy aromat yaxshi ko'radigan bo'lsa, aynan mana shu atir bu katalogimizda rexonasi bilan kelyapti. Atigi 2000 rublga, lekin hozirgi katalogda bu atirni 1600 rublga o'zimga zakaz qildim. Morskoy juda ham aromatli atir juda ham приятный. Kim morskoy aromatni yaxshi ko'radigan bo'lsa, qaranglar, hidi juda ham aromatli kelib turadi. И parfyum bu. Yangi zakazlarimdan bittasi. Mana bu Eclat Amor fransuzskiy женский aromat va bu yerda Mr. Jardani Gold 3 ta zakaz tushgan. Bu atirlar murskoy 1700 rubldan kelyapti qizlar. Hozir birinchi korobkamdagi mana shu yerdagi narsalar menga 6812 rublga kelgan. Mana shu narsalarning hammasi birinchi korobkamdagi narsalar. Keyingi korobkamni ochamiz. Har bitta korobka uchun отдельно nakladnoy jo'natadi. Qaranglar, mana ikkinchi korobkamizda ham nakladnoylari bilan kelgan. Sizlarga buni ham aytib o'taman. Bu yerda men o'zim uchun zakaz qilganman. Mana bu tonalniy krem. Qaranglar, mana bu tonalniy krem, pomada и tush. Uchalasini kim zakaz qiladigan bo'lsa, bu yerda uchalasi где-то 1100 rubldan kelyapti. Bu tonalniy krem novinka chiqqan qizlar, agarda zakaz qilmoqchi bo'lsangizlar, bu katalogda bor. Oppog'idan ishlatmayman, mana shunday svetida ishlataman. SPF bor ichida. Buni ko'rinishiga qaranglar. Buni agar bunday qilsangiz, bu yerda probkasi bor, ochiladi. Xohlasangiz yopib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir sizlarga svetini surib ko'rsataman. Qaranglar, qo'lga juda ham yoqimli yotadi. Juda ham как будто qaymoqdek, juda ham yoqimli. Qaranglar, ozgina surganim qo'limni hamma joyiga yetyapti. Juda ham barakali va yuzga yaxshi tushadigan. Qaranglar, surilishi ham juda ham yoqimli. Mana farqini ko'ringlar. Juda ham yoqimli suriladi. Hidi ham juda ham приятный. Bunda 2 tani zakaz qilganman. Hozir men ishlatganman surgan svetim bu yerda aytib o'tdim. 46909 kodi. Mana shundan zakaz qilsangizlar bo'ladi. Bu matviy pomada, mana shu pomadadan ham o'zim yaxshi ko'rib zakaz qildim. Shokoladli svetda. Qaranglar, bu pomadaning svetiga. Juda ham приятный. Keyin mana bu yerda yangi chiqqan Miss Jardani parfyum, bu женский parfyum. Bu atir katalogda 1700 rubldan kelyapti. Yangi chiqqan atirlarimizdan bittasi. Bu yerda mana bu Ember Elixir Crystal, bu atir женский parfyum 50 mg aromati ham juda ham svejiy. Hozir yozga ko'proq qaranglar, mana bunday svejiy atirlarni zakaz qilganmiz. Bizga shunday nimalar beradi?
Mana bu yerda bitta sovun zakaz qilganman. Bizga shunday imkoniyat beradi, har safar har oyga to'g'ri keladigan atirlarni skidkaga tashlab beradi. Hozir mana shu tonalka, ikkita nabor, atir ikkita, bularning hammasi 2363 rubl bo'ldi. Hozir keyingi korobkamizni ham ochamiz. Qaranglar, bu korobkada ham nasolnoylar bilan kelgan. Mana bu yerdagi, mana bu nabor. Bu nabor hozir bizga где-то 2200 rublga to'g'ri kelyapti. Agar registratsiya bo'lib olsangiz, undan ham arzon qilib olsangiz bo'ladi. Buning ichida parfyumi, kremi, женский parfyum va o'zini parfyumernik kremi bilan birgalikda kelyapti. Mana bu yerda Posses atri, bu atir muskoy parfyum va bitta sovun zakaz qilganman. Qaranglar, mana bu bitta sovun, bitta atir va mana bu 2200 dan keladigan mana bu nabor. Mana shu uchalasi bu 3-korobkamda 2103 rublga kelyapti. Mana shu atirni 149 rublga bergan, chunki bizda shunday nima bor, kim registratsiya bo'lib zakaz qiladigan bo'lsa, mana shunday qimmat atirlarni 149-200 rubldan olish imkoniyati bor. Agarda zakaz qilmoqchi bo'lsangizlar yoki ishlamoqchi bo'lsangizlar, mana shunday original mahsulotlarni uyingizgacha dostavka qilib berishadi.